Majburiy matematikada tushayotgan yana quyidagi masalalardan bittasini ko'rib o'tamiz. Yugurish musobaqasida Ali yo'lning 3 dan 2 qismini, Bilol 7 dan 5 qismini va Usmon 4 dan 3 qismini bosib o'tdi. Ularning qaysi biri oldinda ketyapti? A. Ali, B. Bilol, C. Usmon, D. Javob Usmon va Ali teng ketyapti. Shu masalani endi doskada ko'rib o'tamiz. Xo'p, Ali 3 dan 2 qismini bosib o'tgan. 2 taqsim, ya'ni 3 deymiz. Xo'p, Bilol esa 7 dan 5 qismini, ya'ni 5 taqsim 7 qismini bosib o'tibdi yo'lning. Usmon esa deyapti 3 taqsim 4 qismini yo'lning bosib o'tgan ekan. Bunaqa misolni yechishda nima qilamiz? Birinchi taqqoslab olamiz. Ya'ni umumiy makrajlarni olib kelamiz. Bu 3, 7 va 4 ga umumiy makraj 84. Xo'p, 84 bo'lish uchun 3 ni nechaga ko'paytiramiz? 28 ga. 84 bo'lish uchun 7 ni esa 12 ga ko'paytiramiz. 84 bo'lish uchun 4 esa nechaga ko'paytirishimiz kerak? 21 ga ko'paytirishimiz kerak. 56 taqsim 84, 60 taqsim 84, 63 taqsim 84. Bizda shartimizda nima degan edi? Xo'p, ulardan qaysi biri oldinda ketyapti deyotdi. Demak, surati kattasi katta bo'ladi. Javobimiz 63 taqsim 84 bo'lgani uchun, demak 3 taqsim 4. Ya'ni Usmon oldinda ketayotgan ekan. Javobimiz nima ekan? C javob. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yamiz.